Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Avtomashina kanali avtomobillar, texnik vositalar va o'ziga xos transport yechimlarini o'rganishga bagishlangan bo'lib, sizga eng yangi modellar, amaliy sharhlar va real foydalanish tajribalarini taqdim etadi. Bugun esa siz bilan Honda Family Tamper haqidagi batafsil ma'lumotni ko'rib chiqamiz. Ushbu model oila bilan sayohat qilishni yaxshi ko'radiganlar, tabiatda vaqt o'tkazishni yoqtiradiganlar va qulaylik hamda funksionallikni bir joyda izlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Zamonaviy dizayn, ixcham o'lchamlar va keng imkoniyatlar Honda kompaniyasining uzoq yillik tajribasi bilan uyg'unlashib, haqiqiy oilaviy lager mashinasiga aylangan. Honda Family Tamper tashqi ko'rinishidan oddiy minivan yoki kichik universal avtomobilga o'xshab ko'rinsa-da, uning ichki tuzilishi kutilgandan ham ko'proq imkoniyatlarni taqdim etadi. Avtomobilning umumiy o'lchamlari shahar ichida bemalol harakatlanish va tor joylarda park qilishni osonlashtiradi. Shu bilan birga ichki makon optimal tarzda tashkil etilgan bo'lib, yo'lovchilarga yetarli darajada bo'sh joy taqdim etadi. Keng ochiladigan yon eshiklar va baland tom konstruksiyasi transportga chiqish va tushishni ancha qulay qiladi. Avtomobil yengil, ammo mustahkam kuzovga ega bo'lib, uzoq masofali sayohatlar uchun xavfsiz va ishonchli hisoblanadi. Honda Family Tamperning eng katta ustunliklaridan biri uning moslashuvchan ichki makoni hisoblanadi. O'rindiqlar turli holatlarda qayta joylashtirilishi mumkin. To'liq katlanadigan orqa o'rindiqlar bir tekis yotoq maydonini hosil qilib, 2 yoki 3 kishining bemalol uxlashi uchun mo'ljallangan. Bunday yotoq tizimi tabiat qo'ynida tunab qolish yoki uzoq yo'l davomida qisqa dam olish uchun juda qo'l keladi. Ichki makonda maxfiy shkafchalar, kichik yuk bo'limlari va qo'shimcha yashirin joylar mavjud bo'lib, safar davomida hamma kerakli buyumlarni tartibli joylashtirish imkonini beradi. Avtomobilning ichida qulay yashash uchun zarur bo'lgan texnik jihozlar ham mavjud. Masalan, kichik stol qo'ygich, o'rnatiladigan yoritish tizimi, elektr ulanish uchun portlar, qurilmalarni quvvatlash imkoniyati va sayohatlar davomida ovqat tayyorlash uchun mo'ljallangan mini modullardan foydalanish mumkin. Shuningdek, tom qismiga o'rnatilgan qo'shimcha yuk qutisi uzoq safarlar uchun bagaj imkoniyatlarini kengaytiradi. Honda Family Tamper energiyani tejovchi tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, avtomobilning batareya resurslarini samarali boshqaradi. Bu esa ko'chma uskunalar va ichki yoritishdan foydalanishni osonlashtiradi. Dvigatel qismi ham oila uchun optimal tarzda yaratilgan. Avtomobil odatda iqtisodiy yoqilg'i sarfi bilan ajralib turuvchi benzinli yoki gibrid variantlarda taqdim etiladi. Bu esa uzoq masofali safarlar davomida xarajatlarni minimal darajada ushlab turishga yordam beradi. Uzatmalar qutisi silliq ishlaydi, boshqaruv esa yengil va intuitiv bo'lib, haydovchi uzoq yo'llarda charchamasdan mashinani boshqarishi mumkin. Shuningdek, yo'l xavfsizligini oshiruvchi tizimlar, masalan, to'qnashuvni oldini olish sensori, chiziqni ushlab turish funksiyasi va orqa ko'rish kamerasi mavjud. Konditsioner tizimi barcha yo'lovchilar uchun bir xil qulay haroratni ta'minlaydi. Shovqinni kamaytiruvchi izolyatsiya esa tunda yoki uzoq safarlarda tinch dam olish imkonini yaratadi. Honda Family Tamper ayniqsa oilaviy sayohatchilar, blogerlar, tabiatni sevuvchilar va ko'chma turmush uslubini afzal ko'ruvchilar orasida mashhur. Uning ixchamligi va funksionalligi uni eng ishonchli oilaviy lager mashinalardan biriga aylantiradi. Agar sizga ushbu kabi ko'proq avtomobil sharhlari va sayohat uchun maxsus moslangan transport vositalari haqida ma'lumotlar yoqsa, albatta Avtomashina kanaliga obuna bo'ling. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha kanaldan uzoqlashmang va obunani unutmang.